Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 30 mart 2026-yil sanasida o'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 15 so'm 63 tiyinga oshdi. 1 AQSh dollari 2195 so'm 50 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1,219,550 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0,5% ga oshdi. Yevro 60 so'm 71 tiyinga tushdi. 1 yevro 14,049 so'm 22 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1,404,922 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 1,9% ga tushdi. Rossiya rubli 1 so'm 19 tiyinga oshdi. 1 Rossiya rubli 149 so'm 71 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 149,710 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 5,1% ga tushdi. Xitoy yuani 1 so'm 93 tiyinga oshdi. 1 Xitoy yuani 1765 so'm 39 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Xitoy yuani 1,765,390 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Xitoy yuani 0,5% ga tushdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 55 kopeykaga tushdi. 1 AQSh dollari 81 Rossiya rubli 46 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 8146 Rossiya rubli 8 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 5,8% ga oshdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.